Bize shu yo'nalishda ketaversak, kelajagimiz hech qachon bo'lmaydi. Men YouTube'dagi aynan mana shu videoyim uchun juda ham ko'p heytga uchradim. Bu yerda asl maqsad nima bo'lgan? Yoshlarni to'g'ri yo'lga boshlash, ota-onanglar, ustozinglar aytgan gapiga quloq solinglar. Ular bekordan bekorga gapirmaydi degan narsani targ'ib qilish. Lekin bilasizlarmi nima? Menga mana bunaqa kommentlar bo'ldi. Bunaqa kommentlar ham bo'ldi. Men bu video bilan nima demoqchiman? Qachongacha biza o'sishga, rivojlanishga, odamni to'g'ri yo'lga boshlashga harakat qilayotgan odamlarni heyt qilamiz, ularni jertvaga chiqaramiz. Lekin mana bu yerda aslida bu yerda kim heyt qilinishi kerak, kimga gapirilyapti? To'g'ri, shimga yopishishdi, o'ranganimga yopishishdi. Bu yerdagi videoda ma'no mantiq umuman boshqa narsa edi. Agar biza menga va menga o'xshagan odamlar, shunaqa to'g'ri narsani targ'ib qilayotgan odamlarni heyt qilursak, bizlarni kelajagimiz hech qachon bo'lmaydi. Va videoni oxiridagi o'sha videodagi tayp odamlar bor-ku, tipdagi odamlar. O'shunaqalar ko'payib boraveradi. Tanlov o'zingizda odamlar. Va bu gapim bilan bir narsani aytmoqchiman. Kiyinishga qarab baho berish kerak emas. Ochiq sochiq kiyinadigan ko'ngli toza qizlarni ham ko'rganman. Bolani ham ko'rganman. Lekin o'sha to'liq diniy qolipdagi kiyimlarni kiygan qiz lekin ichidan yomon g'araz niyatli odamligini ham ko'rganman. Bu gapim bilan hamma shunaqa demoqchi emasman. Ba'zi birlari bor. Bu gapimdan ma'no odamni kiyimiga, tashqi ko'rinishiga qarab turib baho berish kerak emas. Va videodan haqiqiy ma'noni izlashga harakat qiling, iltimos. Qaysidir video yasaldimi, undan nimadir maqsad bo'ladi. Va men hech qachon propaganda, yomon narsalarga targ'ib qilmayman. Har doim o'zim tengi, o'zimdan balkim katta yoki mendan kichkina bo'lganlarni yaxshi, to'g'ri yo'lga targ'ib qilishga harakat qilaman. Negativ yozishdan oldin mana kallani ichidagi narsani odam ishlatishga harakat qilish kerak.